Sherzodbek, avtosalonlarda har xil voqealarni eshityapsiz, ko'ryapsiz. Aka, chuv tushganlar. Juda ko'p, juda ko'p. Shuning uchun men nimaga kuch tashladim? Mashinani naqd holatga. Keladi, ko'radi, test drive qiladi, maza qilib bemalol qulaylikda mashinani xarid qiladi. Bu zo'r narsa, aka, chunki baribir naqdi shirin. Menga yoqqan tarafi, aka, ofitsialniy garantiya berganingizdan tashqari, mana 6 ta 1 yil ichida bepul texnik ko'rik qilganingiz odamlarga yaxshilik, chunki ko'pchilik gibrid va elektromobil texnologiyalari bilan hali yaxshi tanishmasdan, unaqa bo'lsa nima bo'ladi? Bunaqa bo'lsa nima bo'ladi degan savoli ko'p. To'ppa-to'g'ri. Bu yerda o'sha ko'rik hamma savollarni yechib tashlaydi. To'ppa-to'g'ri. Bu o'sha shuncha pulga odam mehnat qilib yig'ganidan keyin mashina oldi maza qilib haydash uchun Xotirjamlik, aka. To'ppa-to'g'ri. Xotirjamligiga yetadigan hech narsa yo'q. Yana bizda bitta tomon bor, qonimizga singib ketgan bozor. Odamlar bozorga boradi, suvda yuradi, qiynaladi, kerak bo'lsa bizdan narxi baland. Bizga aloqaga chiqadi, mashinamiz naqd tayyor holatda bor, bizdan olish qulay. Yigitlar olishadi, o'rtada bir qism ishlab, haligi odamlar bizdan qimmat narxlarda kerak bo'lsa sotishadi. Mana endi bilishadi, aka. Produsenterga kelaverishadi. Shu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandmiz.